Assalomu alaykum barchaga. Bugun bizlar Qalliko'l rayonida arzon bitovoy texnikalar hamda gilamlar, mebellar bor ekanligi haqida xalqimiz elida ko'p xalqimiz bilishi uchun YouTube kanalida birinchi videomizni bugun solib Xudo xolasa. Magazinimizda hozir eng yaxshi o'tib turgan bizlarda gaz plitalarimiz haqida ma'lumot berib ketsam. Gaz plitalarimiz hozir bizlarda Ideal firmaning Elita Beriusa, Rosso firmaning gaz plitalari var. Gaz plitalarimizning eğer siz mağan arzonlov gaz bo'ladi desangiz, bizda 2.800.000 dan Ideal firmaning gaz plitalari da bor. Odan keyin Rosso firmaning gaz plitalari var. Bular hatto bularning beti shugun bo'ladi. Eğer siz nержавенька gaz izlab yurgan bo'lsangiz, Beriusa firmaning nержавенька gazlari bo'ladi. Ularning beti shugun bo'ladi. Hamda bizlar gazimizda gaz kontrol degan narsa bo'ladi. Ya'ni gaz kontrol siz kuxnyada gazingizning ustiga bir negani qo'yib unutib ketgan joqdayda gaz isildab turmasdan avtomatik turda o'zi o'shib sizni ko'p narsadan qo'rg'aydi. Odan keyin Rosso firmasining gaz plitalari var. Bularning da beti shugun bo'ladi, gaz kontrol bo'ladi hamda elektriskiy o'zi avtomatik turda yonadi. Keyin bu gazlarimizning razmer tarafdan qaraganda 55 cm emas, bular 65 cm. Ham bu gazning bet ko'lami ulkan bo'ladi. Ya'ni sizning qazon qo'yganda sizning shaynegingiz qisilmasdan ustunda to'liq tura oladi. Endi agar siz mebelli gaz plita kerak hozirgi zamonaviy gazlardan izlab yurgan bo'lsangiz, bizda bunday mebelga o'rnatadigan gaz plitalarimiz ham bor. Buning har turli 4 o'shaq, bir o'shag'i plita qiyli gaz plitalarda topiladi. Bularning baholari 1.700.000 lik variant ham bor. Avangard firmaning gazlari 2.500.000. Bu gazlarimiz 5 quloq, hatto mana yerda sizning bağırsak pişirgende qo'yатын qazonlaringizga qo'yатын bunday o'zining ajoyib uskunalarida bor. Endi bizlarda hozir eng yaxshi o'tib turgan polyavtomat kirmashinlarimiz bor. Polyavtomat kirmashinlar Elita firmaning 7,5 kiloluk polyavtomat kirmashinlari bor. Baholari juda qo'ljetimli, 1.800.000 so'm. Ya'ni siz bu baholarni rassrochka tikanida alsangiz ham bo'laveradi. Endi bizlarda Premier firmaning kirmashinlari da var. Buniki qarang, 12 kiloluk, 8 kiloluk. Hatto bu Premier firmaning kirmashinida antibakterialniy lazer bo'ladi. Bu lazer kir yuvayotganingizda yonib, sizning kiyimingizdagi bakteriyalarni o'ldirib beruvga de xizmat qiladi. Rosso, Artel, Premier firmaning kirmashinlari bizlarda barchilik kelaveradi. 8 kilo, 9 kilo, 10 kilo, 11 kilo kirmashinlar bor. Endi magazinga bitovoy texnika olganda sizga hech qanday xarajat shart emas. Sebebi bizlarga pasport, plastingiz bilan kelsangiz, biz sizga plastingizga tushib turgan daromadga qarab sizga rassrochka, ya'ni boshlang'ich to'laysiz, noldan bu zatlarni sizga berib bera olamiz. Hatto bizlarda Alif Nasiya programmamiz 1 oy lugod bilan ham ishlab beradi. Ya'ni sizning martning 25-inde olgan zatingizni may oyining yamasa iyun oyining 5 chislolarini qo'yib beruvimizga bo'ladi. Ya'ni rassrochka ishlaydigan firmalar, banklarimiz Uzum Nasiya, Alif Nasiya, Intent, Zot, Payme Nasiya barlig'idan rassrochka ishlanadi. Endi rassrochka ishlash uchun ne qilishimiz kerak degan klientlarimizga sizning plastingizga har oyda kim deganda eng so'nggi 5-4 oy davomida plastingizga 400 yamasa 500 mingdan pul tushib turgan bo'lsa, biz albatta uni ko'rib bera olamiz. Ondan keyin birovlar o'ylaydi, oylik daromad barlar o'zat ishlay oladi deb. Hech qanday oylik daromad bo'lishi shart emas. Sizga bilanchi оборот bo'lib turgan plastingizga de bizlar rassrochka ishlab bera olamiz. Ya'ni sirtdan kelib turgan pul, ikinci gruppa pensiya hamda kempirg'arlarimiz 75 ga chiqmagan kempirg'arlarimiz bo'lsa, agar ularning ham pensiyasi plastikda olinib o'tirgan bo'lsa, hatto u atalarimizga da rassrochka ishlay olamiz. Endi rassrochka ishlagan vaqtda sizdan talab etiladigan narsa magazinga kelganingizda pasportingizni, plastingizda hamda klik xizmatini olgan telefoningizni olib kelsangiz bo'ldi.
Biz sizin pasportuңuzды пластингісін еш уақытта алып қалмаймыз. Сізге баслаңғыш төлемсіз нөлден үйіңізге қалеген бытовой техникаңызды беріп жібере аламыз. Магазинде бытовой техникадан басқа біздерде кілем hamda мебельдеріміз бар. Егер сіздің қызыңызға, ямаса үйленген балаңызға қандай да бір мебель керек болса, біздерге келіп жолға бересіз. Біз сіздің мебеліңізді арзан бағада hamda үйіңізге бесплатный доставкаде алдырып бере аламыз. Hamda рассрочка қылып. Ендігі видеоларымызда Құда қаласа магазиндегі барлық кілемдер хақында, hamda барлық мебельдер хақында, мебельлеріміз тазадан келгеннен кейін сізге олар хақында да видео саламыз. Енді сіздер біздердің YouTube каналымызға да ағза болып қоюды ұмытпаңыз. Себебі YouTube каналымызда көбірек затлар хақында көбірек мағлұмат беруге тырысып барамыз.